Gentrani sotib, mana shu Honda Cryder'da olasizmi desa, olgan bo'lardingiz yoki yo'q? Faqat yozib qoldiringlar to'g'risini. Xullas 2023-yilda ishlab chiqarilgan Honda Cryder mashinasi sotuvda. Mashina 1 litr turbina motor hisoblanadi. Gaz qo'yilmagan ekan. Nimaga 1 litr desalang, ot kuchi ko'p bo'ladi. O'zining figurasiga nisbatan anchagina tez yuradi. Oldi turib piano qilingan ekan. Biron plyonka qilinganmi yo'qmi aka oldi? Yo'q. Qilinmagan-a? Tak turtda yumshoq balon qo'yilgan, o'rta holatda diskasi o'ziniki bo'yalgan ekan. Tonirovka ruxsatnoma bormi aka? Bor aka. 9 oy bo'lyapti. 9 oy ruxsatnomasi bo'lgan. Endi to'g'risi mana shu mashinani yoqgan tomoni video bo'ladi, keyin saloni juda ham keng, bahaybat, zo'r mashina. Yuklarigacha bor ekan. Orqasini ko'rsating. Shu endi kraskasini aytib ketamiz. Eshik mana shu yerga o'tgan, ichkaridan ko'rsa bo'ladi birozgina. Keyin mana shu krылоga o'tgan birozgina. Boshqa joyda yo'q. Petno desak ham bo'ladi. Salonlari materiali zo'r turibdi. Mana shu deflektlar bor ekan orqa passajirlar uchun. Zo'r, sidenalar chotki. Bagaji. Orqasini ko'rsating. Black piano chiroyli ekan. Ana mana Gentrani puli bo'lyapti. Даже arzon ham bo'lyapti. Tak bagaji bahaybat aytib o'tganimizdek mashina. Bu tak motor zashtasimi bu? Ha, motor zashtasi. Olsangiz bonusga berilayotgan, o'ziga qo'yib beriladi. Plus gazi yo'q ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, aka 14,5 dedilar. Aka kirishtirib aytgan narxingizni 1000 pastga qo'ysak bo'ladimi to'g'ri qilib? 13,5 ga naqd pul bilan to'g'ri keladimi? Oxiri 13800 bo'lsa, gap yo'q. Tochkasi 13800. Plus gaplashdik, tochkasi 13800 deyapti. Ana Gentra olsangiz ham hozir 15-15,5 ming bo'lyapti. Probega hali kam. Kraska aytib o'tganimizda ikkita detalchada bor, kichkina. Telefon raqam pastda bo'ladi. Telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi va Gentra izlab yurgan tanishingizga bu videoni jo'natib qo'yasiz. Rahmat hammaga.